Do'stlar, bilasizlar, o'tgan safar shuni yerdan topib olganimda Merchlar o'zlaricha BMW musirda yotar degandim. Men bu nima? Men bu nima? Voy do'st, mazza qilib olasiz-da. Nima qilay endi buni? Nima qilay? Yo'lda olib ketaymi yo joyga qo'yib ketaymi? Mana qo'yib ketaman. Men BMW olaman deb niyat qilganman. Qattiq niyat qilganman. Xudo xolasa buni Ka'bagacha olib borib, Xudodan so'rayman, Xudodan. Do'stlar, men shuni kerak bo'lsa BMW olgunimcha ko'tarib yuraman. Xudo xolasa mana shuni BMW olgunimcha ko'tarib yuraman. Nima dedilaring? Mana shu narsani haqiqatan original mashinaning orqasi, M3 ta orqasi, M3 ta orqasi. M3 olgan yaxshimi yoki M5 yozinglar. Mana BMW Merc qoldi joyida musirda. Biz buni asraymiz.